Assalomu alaykum barchaga. Siz bilan Atom o'quv markazi va Sherzod To'liboyev. Bugun sizlar bilan 22-fevral birinchi smenada tushgan 41-masalaning ishlanishini ko'rib chiqamiz. Demak, shartini o'qib olamiz birinchi. Demak, jarayonda berilgan barcha reaksiya tenglamalarini yozing va miqdoriy hisoblashlarni uzviy ketma-ketlikda to'liq ko'rsating. Demak, ikkidan reaksiyamiz berilgan. Birinchi, kaliy permanganatga kaliy gidroksid va X noma'lum modda qo'shilgan va kaliy manganat, kaliy sianat va suv hosil bo'lgan. Ikkinchi reaksiyamizda kaliy permanganatga kaliy gidroksid va Y noma'lum modda qo'shilgan va hosil bo'lgan kaliy manganat, kaliy sianat, Z va suv. Demak, reaksiyalarda X va Y kislorodsiz kaliyli o'rta tuzlar, bu tuz tarkibida marganes yo'q. Z kaliyli tarkibida kislorod atomi mavjud o'rta tuz. Demak, Z molyar massasi va X molyar massasi farqi 109 ga teng. Bu yerda K1 birinchi reaksiyadagi moddalarning koeffitsiyentlari, K2 ikkinchi reaksiyadagi moddalarning koeffitsiyentlari. Reaksiya tenglamasidagi moddalar oldidagi koeffitsiyentlar orasida bog'lanish quyidagicha. Ya'ni bizlarga reaksiyalarimizdagi oldidagi moddalarning koeffitsiyentlari bo'yicha 4 ta tenglamamiz berilgan. Demak, so'ralgan qiymatlar. Birinchi, ushbu ma'lumotlar asosida noma'lum X, Y va Z moddalarini va reaksiya tenglamalaridagi barcha koeffitsiyentlarni aniqlang. Ikkinchi, ushbu jarayonda ikkala reaksiyada ham 0,5 moldan kaliy sianat hosil bo'lgan bo'lsa, reaksiyada sarflangan kaliy permanganat va kaliy gidroksid massasini toping. Uchinchi, ma'lum miqdorda Y modda temir sulfat eritmasida eritilganda tuzlarning mol nisbatlari 1 ga 1,5 mol nisbatda bo'lgan, umumiy massasi 147,3 gram bo'lgan to'q qizil eritma olindi. Demak, eritmada sarflangan Y tuz va hosil bo'lgan tuzlarning miqdorini toping. To'rtinchi, kaliy sianatning konsentrlangan eritmasi qaynoq suv bilan qizdirilganda 30 gram kaliy gidrokarbonat va ma'lum miqdorda o'tkir hidli gaz ajraldi va ajralgan gaz massasini toping. Demak, endi masalamizni ishlanishine kelsak. Birinchi masalamizni porsiyalarga bo'lib olsak, birinchi porsiyamizda bizda berilgan reaksiya tenglamalari va koeffitsiyentlar tenglamalari bo'yicha noma'lum X, Y va Z moddalarini topib olamiz. Demak, e'tibor bersak, birinchi tenglamamizda ikkinchi reaksiyamizdagi kaliy gidroksid va birinchi reaksiyamizdagi kaliy gidroksidlarning koeffitsiyentlari ayirmasi ikkinchi reaksiyamizdagi kaliy permanganatning koeffitsiyentiga teng. Ikkinchi tenglamamizdagi shart, demak, ikkinchi reaksiyadagi suv va birinchi reaksiyadagi suvning koeffitsentlari yig'indisi ikkinchi reaksiyadagi kaliy manganat va birinchi reaksiyadagi kaliy manganatlarning koeffitsentlari ayirmasına teng. Demak, uchinchi shartini e'tibor bersak, demak, ikkinchi reaksiyamizdagi Y, birinchi reaksiyamizdagi X, ikkinchi reaksiyamizdagi Z, birinchi reaksiyamizdagi kaliy sianat, ikkinchi reaksiyamizdagi kaliy sianat va birinchi reaksiyamizdagi suvlarning hammasining koeffitsiyentlar yig'indisi 1 ga teng. Demak, uchinchi shartimiz esa ikkinchi reaksiyamizdagi kaliy gidroksid va ikkinchi reaksiyamizdagi kaliy permanganatlarning koeffitsentlari yig'indisi 18 ga teng. Demak, e'tibor bersak, bizda uchinchi tenglamamizda aniq koeffitsient berilgan, ya'ni 1. Quyidagi moddalarning hammasini oldidagi koeffitsient 1 ga teng. Demak, shundan bilgan holatda bizda koeffitsiyentlarni qo'yib olamiz. Ya'ni, ikkinchi reaksiyamizdagi Y ning koeffitsiyenti 1. Demak, buni oldi 1. Demak, birinchi reaksiyamizdagi X ham koeffitsiyenti 1. Ikkinchi reaksiyamizdagi Z ning koeffitsiyenti 1. Keyin birinchi reaksiyamizdagi kaliy sianatning koeffitsiyenti 1, ikkinchi reaksiyamizdagi kaliy sianat ham 1 koeffitsient va birinchi reaksiyamizdagi suvning koeffitsiyenti ham 1. Va e'tibor bersak, masalan, shartini aytib turibdi bizlarga X va Y moddamiz tarkibida kaliy saqlagan, demak, o'rta tuz. Birinchi o'rta tuzligidan buni tarkibida vodorod yo'qligini bilishimiz mumkin va shart bo'yicha bizda tarkibida kislorod ham yo'qligi aytilgan. Demak, buni tarkibida vodorod bo'lmasa, vodorodimiz o'ng tarafda faqat suv tarkibida bor, birinchi reaksiyada, chap tarafda faqat kaliy gidroksid tarkibida bor. Demak, suvning oldi birligidan foydalanib, reaksiyadagi vodorodni tenglashimiz uchun kaliy gidroksidning oldina 2 qo'yib olamiz. Demak, va bizlarga berilgan shartlar faqat koeffitsiyentlar bo'yicha. Shuning uchun bizlarga hamma koeffitsiyentlarimiz kerak va shular bo'yicha tenglama tuzib, alohida koeffitsiyentlarni topib olamiz. Demak, buning uchun koeffitsiyentlari yo'q bo'lgan moddalarning oldina belgilash tarzida noma'lum son kiritib olamiz. Ya'ni, kaliy permanganatning oldini A deb belgilab olamiz koeffitsiyentini va chap tarafda marganesimiz A bo'ldi. Tenglashimiz uchun kaliy manganatning oldidan A qo'yishimiz kerak. Va birinchi reaksiyalarimizda hamma moddaning oldida koeffitsiyentimiz ma'lum. Demak, keyin
ikkinchi seksiyadagi moddalarning koeffitsiyenti ham kerak bizlarga. Shuning uchun demak, kaliy permanganatni oldini B qilib belgilab olamiz va chap tarafdagi marganesimiz B bo'ldi. O'ng tarafdagidan teng bo'lishi uchun kaliy manganatni oldidan B qo'yamiz. Keyingisi kaliy gidroksidi bilan suvni oldidagi koeffitsient kerak. Endi suvni oldini D qilib belgilab olsak, demak, o'ng tarafda 2 dona 2D vodorodimiz, chap tarafda esa 1 dona teng bo'lishi uchun buni oldidan 2D qo'yiladi. Ana endi bizda birinchi va ikkinchi seksiyamizdagi har bir modda oldida koeffitsiyentimiz aniq. Keyin quyidagi shartlar bo'yicha tenglama tuzib olamiz. Demak, birinchi shart bo'yicha tenglamamiz. Ya'ni ikkinchi seksiyadagi kaliy gidroksidimiz oldidagi koeffitsient, ya'ni 2D va birinchi seksiyadagi kaliy gidroksidning oldidagi koeffitsient, ya'ni -2 teng ikkinchi reaksiyamizdagi kaliy permanganatga teng. Demak, ikkinchi reaksiyamizdagi kaliy permanganatimiz B. Ikkinchi tenglamamiz ikkinchi shart bo'yicha, ya'ni ikkinchi reaksiyadagi suvning oldidagi koeffitsient D va plus birinchi reaksiyadagi suvning oldidagi koeffitsient +1 teng ikkinchi reaksiyadagi kaliy manganat, ya'ni B minus ya'ni birinchi reaksiyamizdagi kaliy manganat, ya'ni A ga teng. Demak, uchinchi tenglamamiz to'rtinchi shart bo'yicha. Chunki uchinchi shartni bizlar ishlatib bo'ldik. Chunki hammasini koeffitsiyentlari birligidan foydalanib, koeffitsiyentlarni qo'yib oldik. Demak, bu shartni bajardik. Keyin to'rtinchi shart bo'yicha uchinchi tenglamani keltirib chiqaramiz. Ya'ni ikkinchi reaksiyamizdagi kaliy gidroksid koeffitsiyenti. Demak, bu 2D plus ikkinchi reaksiyamizdagi kaliy permanganat koeffitsiyenti. Demak, bu B teng 18 ga. Endi e'tibor bersak, 3 dona tenglamamizdan foydalanib, 3 dona normalni topib olamiz. Demak, birinchi reaksiyamizda D bilan B noma'lum qatnashgan va uchinchi reaksiyamizda D bilan B noma'lum qatnashgan. Demak, shu ikki tenglamadan foydalanib bizlar B va D ni topib olamiz. Ya'ni buni qanday topamiz? E'tibor bersak, birinchi reaksiyamizda B miz teng 2D minus 2 ga va aynan shu B ni o'rniga 2D minus 2 ni qo'ysak bo'ladi uchinchi tenglamamizda. Demak, 2D plus 2D minus 2 teng 18 ga tenglamasi kelib chiqadi. Demak, 2D bilan 2D qo'shilsa 4D teng 2 miz bu tarafga plus bo'lib o'tadi va 20. D miz 5 ga teng. Demak, birinchi noma'lumimiz chiqdi. D miz 5. Demak, keyingisi D dan foydalanib buni topib olishimiz mumkin. Ya'ni 2D minus 2 teng B. Ya'ni bu yerdagi D ni o'rnina 5 ni qo'yasizlar va 2 ko'paytirilgan 5 minus 2 teng B. Demak, 2 5 10, 5 10 dan 2 ni olsangiz 8. Demak, B teng 8. Ana ikkinchi noma'lum ham kelib chiqdi. Ana endi D va B ni bilgan holatda ani topib olishimiz mumkin ikkinchi tenglamadan. Ya'ni D plus 1 ya'ni 5 plus 1 teng B ya'ni 8 minus A. Demak, 5 ga 1 ni qo'shsak 6, 6 o'ng tarafga o'tsa minus bo'lib o'tib 2, A miz chap tarafga o'tsa plus A. Demak, A miz teng 2. 3 ta noma'lumimiz ham kelib chiqdi. Va bizlar buni bilgan holatda moddalarning oldidagi koeffitsiyentlarini qo'yishimiz mumkin. Demak, reaksiyani boshqa ko'chirib olamiz. Demak, kaliy permanganat A dana kaliy permanganat boradi. Demak, A miz 2 chiqdi. 2 plus 2 kaliy gidroksid plus 1 X hosil bo'ldi. Demak, A ya'ni 2 kaliy manganat plus 1 kaliy sianat plus 1 suv. Demak, ikkinchi reaksiyamiz B ya'ni 8 kaliy permanganat plus 2D ya'ni 10 kaliy gidroksid plus 1 Y. Keyin hosil bo'ldi 8 kaliy manganat plus demak 1 kaliy sianat plus 1 Z va 5 ya'ni D5 suv. Endi
bu koeffitsiyentlarni bilgan holatda atomlar soni bo'yicha bizda x va y ni tarkibini topib olishimiz mumkin. Ya'ni birinchi reaksiyamizga e'tibor bersangizda, kaliyimiz chap tarafda 2, demak o'ng tarafda esa 4, bu bilan 5. Demak bizlarga x tarkibidan bir dona kaliy borligi aytilgan. Demak bir dona shu bilan chap tarafdan 5 dona bo'ladi, teng. Demak keyin kislorodimiz demak 8, 10, 8, 9 bu bilan 10. Kislorodlarimiz teng. Demak e'tibor bersangizda o'ng tarafimizda bir uglerod, bir azot bor, chap tarafimizda uglerod, azot yo'q. Demak bu yo'q bo'lmaydi, bordan yo'q, yo'qdan bor bo'lmaydi. Shuning uchun uglerod bilan azot noma'lum modda tarkibida bo'lgan dastlab. Demak dastlabki X noma'lum moddamiz kaliy sianid bo'lgan. Keyin va bizlarga yana bir shart berilgan edi. Ya'ni molyar massa demak shu xato ketmadi. Demak keyingi tenglamamiz molyar massa Z va molyar massa X ni ayirmasi teng 109 ga. Demak bizda molyar massa X imizni bilamiz, chunki X imiz ma'lum, kaliy sianid. Demak bu orqali molyar massa Z topib olamiz. Molyar massa Z minus kaliy sianid molyar massasi demak 65 teng 109. Demak molyar massa Z topishimiz uchun 65 o'ng tarafga plus bo'lib o'tadi va 174. Demak Z ni molyar massasi keldi bizlarda 174. Endi buni atomlar soni orqali bizlarga ma'lum bo'lgan Z tarkibidagi atomlarni topib olamiz. Ya'ni birinchi Y moddamiz tarkibida kaliyli va o'rta tuz edi. Tarkibida kislorod bo'lmagan va hosil bo'lgan birikmamiz tarkibida ham Z tarkibida kaliyli va kislorodli o'rta tuz. Demak tarkibida kaliy ham mavjud va kislorod ham mavjud. Endi dastlab chap tarafdagi kaliylarni, ya'ni 8, bu yerdagi 10, 18 va buning ichidagi 1, umumiy 19. Demak o'ng tarafda esa demak 16, bu yerda 17 va 19 bo'lish uchun yana 2 dona kaliy kerak. Demak bu moddamiz tarkibida 2 dona kaliy borligini bilamiz. Keyin kislorodimiz bunda yo'q, lekin buning tarkibida bor. Shundan foydalanib kislorodlarni topib olsak bo'ladi. Ya'ni chap tarafimizdagi kislorodlarimiz 32, demak 10, 42. O'ng tarafda 32, demak 33, demak bu 5 bilan 38, yana 42 bo'lish uchun 4 dona kislorod kerak. Demak buni tarkibida 4 dona kislorod mavjud. Ana endi noma'lum elementni topishimiz uchun molyar massasi ma'lum 174. Buni bilgan bo'lsangizlar ham kerak. Uje kaliy 2 dona, kislorod 4 dona bo'lsa, demak bu elementimiz oltin gurt. Ya'ni kaliy sulfat 174 molyar massasi. Demak Z moddamiz kelib chiqdi bizda kaliy sulfat. Endi Y moddani topib olishimiz mumkin. Y moddamiz demak buni o'ng tarafimizda uglerodimiz 1 dona, azotimiz 1 dona. Demak buni tarkibida uglerod bor va azot bor. Va hosil bo'ldi o'ng tarafimizda 1 dona oltin gurt, yana qo'shimcha. Demak bu ham noma'lum Y tarkibida bo'lgan. Demak bu kaliy radanid tuzi bo'lgan dastlab. Kaliy radanid. Endi va bizda X ni topdik, Y topdik va Z moddani topdik va oldindagi koeffitsiyentlarimiz ham aniq. Birinchi shartni bajardik. Endi ikkinchi shartimizda ikkinchi shart. Demak ikkinchi shart bo'yicha ushbu jarayonda ikkala reaksiyada ham 0,5 moldan kaliy sianid hosil bo'lgan bo'lsa, reaksiyada sarflangan kaliy permanganat va kaliy gidroksid massasini toping. Demak reaksiyalarimiz kaliy permanganat plus kaliy gidroksid plus kaliy sianid hosil bo'ldi. Kaliy manganat, demak kaliy sianat va suv. Va koeffitsiyentlarni e'tibor beramiz. 2, 2 va kaliy manganatni alam 2. Demak bu ham 2, bu ham 2, bu ham 2. Demak keyingi reaksiyamiz kaliy permanganat plus kaliy gidroksid plus kaliy radanid va hosil bo'ldi kaliy manganat plus kaliy sianat plus kaliy sulfat va suv.
va buni oldi 8, buni oldi ham 8. Keyin kaliy gidroksid oldi 10, adashmasam 10, to'g'ri. Demak, buni oldi 1, buni oldi ham 1, demak, buni oldi ham 1, buni oldi 5. Demak, reaksiyani yozib oldik. Keyin bizlarga berilgan shartda hosil bo'lgan kaliy sionatlar har ikkalasi 0,5 moldan. 0,5 moldan bo'lsa, dastlabki kaliy permanganat va kaliy gidroksidlarning massalarini toping. Demak, kaliy sionatdan o'tib olamiz kaliy permanganatning molini. Demak, buni tengini 2 qo'shib o'tsak, buni moli 1 mol. Buni teng 2 molini topsak, bu ham 1 mol. Keyin ikkinchi reaksiyamizdan kaliy permanganatning molini topsak, demak 4 mol. Demak, bu 10, buni ham yarmi 5 mol. Endi topishimiz kerak massa kaliy permanganat. Buning uchun birinchi mollarni qo'shamiz, 1 plus 4 va keyin ko'paytiramiz molar massasini, ya'ni 158 ga. Demak, 1 ga 4 ni qo'shsak 5, 5 ni 158 ga ko'paytirsak, demak 790 gram. Demak, keyingisi massa kaliy gidroksid. Kaliy gidroksid massasini topishimiz uchun birinchi mollarni qo'shamiz, ya'ni 1 plus 5, keyin ko'paytiramiz molar massasi, ya'ni 56 ga. Demak, 1 ni 5 ga qo'shsak 6, 6 ni 56 ga ko'paytirsak, demak 336 gram chiqadi. Demak, bu ikkinchi shart. Uchinchi shartda bizdan so'ralgan ma'lum miqdordagi Y modda temir sulfat eritmasida eritilganda, demak, o'rta tuzlar stoixiyometrik nisbatda reaksiyaga kirishgan. Tuzlarning mol nisbatlari 1 ga 1,5 mol nisbatda bo'lgan to'q qizil eritma olingan. Demak, Y moddamiz kaliy radonit edi. Demak, kaliy radonit reaksiyaga kirishadi temir 3 sulfat bilan. Demak, temir 3 sulfat. Va bundan hosil bo'ladi kaliy sulfat va temir 3 radonit. Demak, bu to'q qizil rangli cho'kma. Temir 3 radonit. Va ekvimolyar nisbatda degani, demak, bu ikkisidan ham ortib qolmagan, ya'ni to'liq reaksiyaga kirishgan. Va reaksiyani tenglab olsak, temirning oldini temir chap tarafda 2, bu tarafga ham 2 qo'ya oladi. Keyin radonitimiz 6 bo'ldi, bergan 6, keyin buni aldasa 3 qo'yiladi va reaksiyamiz teng. Endi e'tibor bersak, bizga nisbati 1 ga 1,5 nisbatda hosil bo'lgan deyilgan. Demak, 1 dona radonitga, temir 3 radonitga 3 dona kaliy sulfat 2 ga 3 yoki 1 ga 1,5 nisbatga teng. Va bizga bu ikkisini umumiy massasi berilgan. Tuzlarni demak 147,3 gram. Endi bizda topishimiz kerak buni molar massasini. Demak, temir kaliy sulfatimiz 3 donasi 3 ko'paytirilgan 174. Keyin 2 dona temir 3 radonit. Demak, buni molar massasi 32, 12, 14 teng. Demak, ko'paytiramiz 3, qo'shamiz 56. 230. Demak, 2 ko'paytirilgan 230 va umumiy molar massa tushiladi deyna. Demak, ko'paytiramiz 2. Demak, bu 460. Keyin 3 ni ko'paytiramiz 174. Bu 522 va umumiy molar massasi 460 982. Va bu orqali topamiz buni molini va buni molini. Buni tengina 1, buni tengina 6 tushiladi. Demak, 147,3 taqsim 982. Demak, buni moli 0,15 mol. Keyin kaliy radonitni molasa 0,9 mol. Dastlabki tuzlarning mollari kerak. Demak, bu ham topilgan. Va hosil bo'lgan tuzning moli demak
sarflangan y tuz va hosil bo'lgan tuzlarning miqdorlarini toping. Demak, sarflangan y tuzimiz bu kaliy radonit va buni miqdori 0,9 mol va hosil bo'lgan tuzlarning mollari kerak. Endi bundan mollarni topib olamiz. Ya'ni kaliy radonit plus temir 3 sulfat va kaliy sulfat. Demak, kaliy sulfat plus 2 molekula temir 3 radonit. Bizda buni moli bor 0,15 mol va bu orqali o'tamiz buni molni 0,45 mol. Keyin buni molni o'tsak 0,3 mol. Ana dastlabki y moddamizning moli 0,9 mol va hosil bo'lgan tuzlarning moli kaliy sulfatimiz 0,45 mol, temir 3 radonitimiz esa 0,3 mol chiqdi. Demak, 4-shartda esa kaliy sianatning konsentrlangan eritmasiga qaynoq suv bilan qizdirilganda 30 gram kaliy gidrokarbonat va ma'lum miqdorda o'tkir hidli gaz ajraldi. Ajralgan gaz massasini toping. Demak, 4-shartimiz shart kaliy sianat konsentrlangan eritmasına qaynoq suv qo'shilsa, demak bundan kaliy gidrokarbonat va o'tkir hidli gaz deydi. Demak, bu ammiak hosil bo'lgan. Ya'ni ammiak, demak NH3. Keyin reaksiyani tenglab olamiz. E'tibor bersak, bu yerda kislorodimiz 3, bu yerda 1, bunga oldidan 2 qo'ysak 3 bo'ladi va vodorodimiz 4, bunda 1, bunda 3, 4. Azotimiz 1, 1, kaliyimiz 1. Reaksiyamiz teng. Va bizda hosil bo'lgan kaliy gidrokarbonatning massasi berilgan. Demak, 30 gram va topishimiz kerak ajralgan gaz massasi. Demak, ammiakning massasi kerak. Demak, molini topamiz. Massani tengina molyar massa, demak, buniki 100, buniki 1 bo'lsak 0,3 mol. Ana endi 0,3 mol ammiakning massasi topishimiz uchun massa ammiak 0,3 ko'paytirilgan 17. Demak, 5,1 gram. Ana shu tarzda ishlangan bo'lsa, xudo xohlasa 25 ball sizniki.